Nikoh sizning orzularingizning amalga oshishi va sevgi, o'zaro yordamga asoslangan bo'lishi kerak. Ammo shuni tushunish kerakki, bunday nikoh faqat odamlar turmush qurgani uchun ishlamaydi. Nikohingizni baxtli qiladigan usullarni kashf qilish va amalda qo'llash uchun vaqt kerak bo'ladi. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Shuningdek, unutmang, bizda Alkitab internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa nega biz turmush qurishni xohlaymiz deb ataladi. Umuman olib qaraganda bugungi dasturimiz ko'pchiligimizga bu yoshlarga tegishli desak ham bo'ladi. Nimaga desangiz, biz masalan yoshligimizda turmush qurayotganimizda ko'p narsalar mavjud emas edi. Aynan menga keladigan bo'lsak, men o'zim tajribamdan kelib chiqamanki, men turmush qurayotganimda mana bunday tibbiy ko'rik degan narsalar yo'q edi va men afsuski birinchi turmushimdan ajralganimdan so'ng 6 yildan keyin ikkinchi bor turmushga chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganimda va shundagina biz albatta zagsxonaga borganimizda zagsda bizga aytishdiki, bilasizlar, tibbiy ko'rikdan o'tishlaring kerak. Shunda men oddiy inson qatori va biz ikkinchi marotaba turmush quryapmiz. Bizga nima keragi bor bu tibbiy ko'rikdan deganimizda bizga aytdiki, bu albatta yaxshi, lekin bu o'zlaringga kerak. O'zlaringning qanday kasalliklaring borligini bilib olasizlar deb. Keyinchalik bir-birlaringga aytaylikki tanqid yoki qandaydir bir ayblovlar qo'ymaysizlar deb aytadi. Tabiiy holki biz ko'rikdan o'tib chiqamiz va o'tamiz. Hozirgida esa men shunday narsalarni ko'p bora eshitamanki, ayniqsa bu juda ko'p bora Yevropalarda ishlatiladi, qo'llaniladi. Nikohdan o'tishdan avval sizlar bilan psixologlar suhbatlashadi va siz mana shunday jihatdan bir tomondan yaxshi. Nimaga deganingizda, hozirgi 21-asrga qarata agar qanchalik aytaylikki zo'ravonliklar, oilaviy aytaylikki mana shu jinoyatlar paydo bo'lgandan, men o'ylaymanki, mana shu narsa eng yaxshi namunalardan biri deb. Chunki odamlar nikohga kirayotganda ular men ajrashaman deb aytmaydi, to'g'rimi? Mana shu niyat bilan turmush qurmaydi. Ajrashuv bu shuning ko'rsatkichiki, turmush qurishga tayyorgarlik emas deganligini ko'rsatib keladi. Aziz do'stlar, bilasizmi, bu yerda aytmoqchimanki, agar inson hech kim bilan uchrashmasa va umuman olib qaraganda kelajakda turmush qurishni xohlamasa, demak bizning podkast unday insonlarga emas. Lekin agar insonlar uchrashib yoki aytaylikki ularda to'yga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, bu narsalar yordam berib ketadi. Nimaga deganingizda, mana men hozirgida juda ko'p savol berib o'tamanki, nimaga hozirgida juda ham ko'p ajrashuvlar paydo bo'lmoqda yoki nima uchun oilada mana hozirgida mana shunday aytaylikki mashhur iboralardan biri men nikohdaman ammo yolg'izman degan so'zlarni ko'p bora eshitaman. Nima uchun shunday tendensiyalar mavjud bo'ldi? Nima uchun aynan nikohda bo'lib turib ayol kishi yoki erkak kishi o'zini yolg'iz his qiladi? Men o'ylaymanki, aynan mana shu narsalar bizni oilaga tayyorgarlik emas, biz ko'rmaganmiz bu narsalarni. Lekin hozirgida men yaqinda bir mana shunday psixolog bilan suhbatlashganimda psixolog aytadiki, hozirgi 21-asrning oila qurishning juftliklari afsuski deydi, mana shundan iborat bo'lib chiqadiki, demak biz kelishmadik, biz ajrashamiz degan xulosaga kelib chiqadi. Lekin deydi, bizdagi mana shu yosh juftliklar deydi, afsuski eng mashhur iboralardan birini unutib qo'yishadiki, oila bu muqaddas makon deb aytilgan joyda deydi. Nima uchun deyapti, ota-onamiz 20, 30, 50 yil birga yashashib deyapti, ajrashuv degan so'z hattoki xayollariga ham kelib kelmagan deydi. Unisiga masalan, agar men o'zimning ota-onamni olib qaraydigan bo'lsam, meni ota-onam 20 yil birga yashashib, oxir oqibat afsuski
ko'p qiyinchiliklarni ko'rib, lekin aytaylikki ajrashib ketdi. Lekin bu ajrashuvni men qo'llab-quvvatladim. Nimaga deganingizda, oilada juda ham ko'p zo'ravonliklar mavjud bo'lgan. Lekin mayli, buni qo'yaylik. Bilasizmi, biz uchrashib yurganimizda aytaylikki pushti ko'zoynakda qaraymiz insonga. Aziz do'stlar, mana shuni unutmaslik kerak. Ya'ni biz uchrashib yurganimizda mana shu ichimizdagi kapalaklar, ko'zga qarash va hokazo narsalar, bu juda ham ajoyib davrlardan biri deb o'ylayman. Chunki siz insonni, siz mana shu inson sizga yoqadi. Siz uning kamchiliklarini ko'rmaysiz va mana shu pushti ko'zoynak sizning ko'zingizni ko'r qilib qo'yadi, to'g'rimi? Va mana shu narsalarni biz aytamizki, "Vau, men mana shu insonni ko'zlarini sevib qoldim" yoki "Mana shu inson menga yaqin insonlardan biri" deb aytadi. Lekin umuman olib qaraganda biz nimaga turmush qurishni xohlaymiz? Aynan mana shunday savol bo'ladi, to'g'rimi? Lekin aytmoqchimanki, biz turmush qurishdan maqsad nimadan degan savolni berib o'tishimiz kerak. Aynan biz mana shunday eyforiyada turmush quramiz, ya'ni men sevaman, faqat mana shu inson bilan bir umr yashab o'tmoqchiman degan niyat bilan turmush quramiz, to'g'rimi? Xayolimizda hattoki ajrashuv degan so'z yo'q umuman yaqiniga ham. Lekin to'ydan so'ng qandaydir bir 6 oy yoki 1 yil o'tgandan so'ng mana shu eyforiya o'tib ketadi va afsuski achchiqlanish, g'azablanish, asablanish degan narsalar bilan umidi parchalangan bo'lgan his-tuyg'ular to'lib qo'yadi. Nima uchun? Nima uchun shunday bo'ladi? Yaqinda bir kitobda o'qiyotganimda shunday bir ibora ko'zimga tushib qoldiki, aytdiki, biz deydi insondan emas deydi afsuslanamiz. Biz mana shu insondan kutgan umidlarimizdan afsuslanamiz deyapti. Demak, men mana shu insondan ko'p narsani kutganman, lekin u inson meni umidlarimni oqlamadi. Biz sevganimizda albatta pushti ko'zoynak bilan qarab qolamiz insonga va uning kamchiliklarini ko'rmaymiz. Masalan, men ikkinchi marotaba turmush qurayotganimda, aziz do'stlar, menda ajrashuv degan so'z umuman yo'q bo'lgan. Lekin men mana shunday bir iborani eshitardimki, oilada krizis paydo bo'ladi degan so'zni eshitganda o'ylardimki, bu menga tegishli bo'lmaydi deb. Lekin afsuski shunday ham bo'ldiki, hozirda agar bunday olib qarasak, biz 17 yil bo'libdi turmush qurganimizga va mana shu narsa oxirgi menda ham bo'lgan. Mana shu nikohda bo'lib turib yolg'iz bo'lish yoki achchiqlanish, g'azablanish, hamma narsa bo'lgan. Aynan mana shunday vaqtda psixologlar aytadiki, bir-biri bilan o'tirib gaplashishdir. Va mana shunday narsalarni men qo'lladim, quvvatladim va oxir oqibat albatta biz ajrashmadik, lekin bir-birimizni tinglashga o'rganib qoldik, aziz do'stlar. Biz sevganimizda albatta biz insonning kamchiligini ko'rmaymiz yoki qandaydir bir aytaylikki bizni aytaylikki xavfdan yiroq bo'lish uchun qandaydir bir signallarni ham hattoki ko'rib qolmaymiz. Hozirgida juda ham mashhur trendlardan biri bu albatta nima? Qizil bayroqcha degani. Afsuski hozirgida 21-asrda shunday bu narsa bo'lyaptiki, sevgi oddiy bir o'yinchoq qatori qaratilib kelmoqda yoki nikoh ham xuddi shunday bo'lib kelmoqda. Shuning uchun agar biz nikohga tayyorgarlik ko'rmasak, agar biz psixologik jihatdan sog'lom bo'lmasak, men o'ylaymanki, biz turmush qurishga umuman tayyor emasmiz. Agar siz mana shu qadamni tashlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizga savol bering. Men sog'lommanmi psixologiya jihatdan degan. Men tayyormanmi turmush qurishga degan savollarga javob berishga harakat qiling. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.